bekorchi o'tirgan ustalarga akalar qaranglar. Yangi motor, yangi, absolyutno hali masla. Tekshiramiz. Iskra ko'rinyaptimi? Iskra ko'rinyaptimi? Bo'ldi. Ko'rinyapti, to'g'rimi? Ha. Mayli. Agar shu fichada ayb deb o'ylasanglar, mana o'zim zavodskiy fichasini oldim. Mana yangi ficha qo'yapman. Kadrni uzmaymiz, spesialni bir xillar aytishi mumkin. Boshqa ficha anaqa qo'yardi deb. Aytishi mumkin. Yangi ficha qo'yamiz. Iskra borligini ko'rdinglar. Qalanganligi mana bu boshqa marka, bu boshqa marka. Ikkalasi boshqa markalar svichalar. Endi savollar bo'lishi mumkin-da, svichada gap deb. Yana bir xil haterlar aytishadi, mana moyi yo'q bo'lishi mumkin deydi, mana moyini ham ko'rsatamiz. Motorda moy bor. Motorning ichi endi ko'rinmaydi, mana shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Yaltirab turibdi. Moy bor, yangi svicha, benzin deganligi. Benzin kelmayapti deganligi, mana benzin ishlankani ham olib ko'rsataman. Mana benzin kelyapti. Karburator zavodskiy yangi regulirovkalari o'ziniki. Endi savol, mana hamma narsani uladik. Benzin ko'rdik, moy ko'rdik, hammasini ko'rdik. Nima sababdan bu zavod bo'lmayapti? Agar shu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan odamga kartasiga 100 ming pul tashlayman. %100. Faqat birinchi javob bergan odamga. Endi buni ko'pchilik ustalar biladi, bir xillari bilmaydi. Sabab nimada? Klapan siqilmagan. Chunki agar xohlasanglar, men keyin o'sha ошибкасini to'g'rilab, nimada gap bo'layotganini ham ana hammasini javob video qilishim mumkin.